Neşemizi davamlaştırmaz vatandaş. Bugünkü İslagış kimen 21-ci yıl 10-cu ayının 1-ci günü vatandaşı. Endiki haberimiz mundaq mavzu tünüge sizlerge dedik. Davamını tanıtımız dep meselen bu yıl kış fasli yani kış ayları da kımmetçilik buludu. Mavzulu haber 9. ayının 29. günü Dovi torbitu ayda Cungo'ya nazar torbiti ilan kılıngan idi. Tünüge onun iki partisi sizlerge yetkizdik. Endiki bir partisi mundaq vatandaş. Bundan yani muhitni bedel kılıp töleşnen qançılık qimmatga to'xtaydiganligini ko'rib olamiz. Ashishga parcha maqoladagi xabarlarga qaraganda deydi buningdan muhitni bedel qilib to'lashdan qanchalik qimmatga to'xtaydiganligini ko'rib olamiz. Asli bu maqola hozir dunyo va shundaqli qo'shimcha Jungo yuz berayotgan energiya krizisiga to'xtalib energiya krizisini muhitga bog'lab tushuntirgan maqola vatandoshlar. Endi bunun oxirgi bir qismini anglanglar. Hozir Toshko'mir ishiltidigan fasl tahi yetib kelmadi. Fasl yetib kelgan vaqtda Toshko'mirning bahosi tabiiy gazning bahosida chiqqandek o'rlamdi yo'q. Belgili bo'lmaydi. Jungoda elektr tokning bahosini taraqqiyot komiteti tizginlaydi. Ol pahalılışını tizginlash uchun faqat elektr tok bahosini tizginlashga to'g'ri keladi. Yodingizmi, inchki bir taraf pul pahalılığını tizginlash uchun faqat elektr tok bahosini tizginlashga to'g'ri keldi. Mana nozik detal bu yerda vatandosh. Shundaq bo'lganda Toshko'mirning bahosi o'zliksiz o'rlayotganda o't elektr stansiyalari foydaga emas, ziyanga ishlaydi. Maliyat yetarlik bo'lmaganda, Toshko'mir kamchil bo'lib turganda, ikki xil besam ostida elektr stansiyasining elektrni oshirib ishlab chiqarish iqtidori tuvallashga boshladi. Yoki tugashgan bo'ladi. İşlep çıkarışını aşırış bu yoqda tursin. Elektr stansiyalari kemaytish yoki elektr tok ishlab chiqarishni kemaytish boshlanadi. Bu ahvol elektr kuchi yetishmaydigan ahvolni texmo yomonlashtirib yetadi. Unda tok ishlatishni cheklash texmo yomonlashadi. Jungo'ning sharqi janubi dengiz bo'ylari Jungo iqtisodining boshlamchisi bo'lib qolmasdan butun yer shari iqtisodining muhim ta'minlash bo'lagidir. Ta'minlashni tadrijiy qisqartirish butun yer shari iqtisodining yana bir ta'minlash bo'ligida masala chiqqanligi bo'lib hisoblanadi. Energiya bahosining o'rnishi umumyuzlik pul pahalılışının yetib kelganligidan darak beradi. Mal bahosi o'rlab ketdi. Kishilar turmushning qiyin bo'layotganligini his qilishga boshladi. Oldirmanglar. Masala daha oxirlashmadi. Klimat o'zgarishi tufayli ochliq ishlab chiqarish zo'r darajada aziyib ketdi. Amerika Yezigilik Ministerligi 8. ayda ta'minlash bilan ehtiyoj to'g'riliq tayyorlagan dokladida mundaq ko'rsatdi. Amerikada bu yil bug'doy ishlab chiqarishni 4.618.000 tonna deb mo'ljarladi. 19 yildan beri eng tuvan saviyaga tushib qoldi. Kanada'nın açlık işlep çıkarış 30% azlap ketadiganligi 2 milyon 400 ming tonna atrofida bo'ladiganligi mo'ljallanmoqda. Rossiya yer shari bo'yicha bug'doy eksport qilgan eng zo'r davlat bo'lib hisoblanadi.
buğday ishlab chiqarishdan 15% tuvallab ketganligi, ya'ni 7.250.000 tonna buğday ishlab chiqaradiganligi mo'ljallanmoqda. Demak, Amerikadan 3 million tonna ortiq ishlab chiqardi ekan degan gap Rossiya. Mo'ljallanmoqda. Dünya bo'yicha ochliq ishlab chiqarish ombiri deb qaraladigan Braziliyada yezigilik mahsulotlarini ishlab chiqarishdan kamlaydiganligi mo'ljallanmoqda. Havo rayining buzilishi, ya'ni klimat o'zgarishi davomlashadigan bo'lsa, ashliq iskilatlariga zarba yetib keladi. Bu yil qish qimmatchilik bo'ladi. Chidam va toqat qilishni tanlab elishga to'g'ri keladi. Kelar yili ashliq bahosining o'zliksiz o'rlaydiganligi muqimlashib bo'ldi. Mundaq bo'lganda hayotlikning qimmatga to'xtaydiganligini ko'rib olg'ili bo'ldi va yoki hayotlikning qimmatga to'xtaydiganligidan derak beradi. Ashliq bahosi o'rlab ketdi, siz tasavvur qiling, biz tasavvur qilaylik, hurmatli ko'rsalar. Ikkilamchi krizisdan keyin 2008-yili Amerikada yuz bergan krizisdan keyin butun yer shari iqtisodi eshib qilish bosqichiga kirdi. Ya'ni ishlab chiqarilgan mahsulotlar eshib qilish bosqichiga kirdi. Bu albatta tuvan darajalik pul pahalıligi davridir. Energiya kamchiligi agishib vaziyat o'zliksiz keskinlashdi. Bu davrda pul besib chiqarishga mas'ul bo'lgan banklarning o'rnini o'zliksiz o'rlaydi. Pul bilan moddiy buyum, huquqning jamiyatni tizginlaydigan ikki qo'lidir. O'xshash bo'lmagan davrlarda tizginlash o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan davrlarda tizginlash o'xshash bo'lmaydi xolos. Moddiy buyum ishlab chiqarish va pul jamiyatning yoki jamiyatni kontrol qilishning, tizginlashning mushu sohadagi huquqning ikki qo'lidir. Biri pul, biri modda buyumlar. Demak, hozir krizis ham Xitoyda ham dunyoviy krizis yetib kelyapti. Shunga boshda nima dedik? Xitoy endi elektr tok qahatchiligidan keyin ochliq bahosining o'rlab ketishidan iborat krizisga duch keldi deydi.